Qirolni sherni yoniga sichqon kelibdi-da. Hali boyagini davomi. Sichqon kelib, shohim debdi, bir qoshiq qonimdan ketsangiz, afv etadigan bo'lsangiz, jazolamaydigan bo'lsangiz bitta gapim bor. Shoh mayli aytdi. Shunda sichqon sizni bir oy mobaynida o'ldiraman shohim. Sichqon, senga bir oy muhlat. Mabodo bir oyda meni o'ldirolmasang, men seni o'ldiraman. Sichqon chiqib ketibdi. Qirol sher bir hafta o'tibdi, 2 hafta o'tibdi, sichqondan darak yo'qmish. 3-haftaga o'tgandan keyin o'ylanishni boshladi. Sichqon qanday meni o'ldirar ekan? Sichqon zahar berib o'ldiradimi? Kechqurun o'ldiradimi, kunduz o'ldiradimi, qachon o'ldiradi degan o'y tashvish uni tinkasidan qo'rqitdi. 3-hafta tugab, 4-haftasiga o'tibdi. O'ylanaverib holdan toyibdi. O'y tashvish sherni yiqitibdi. Bir oy o'tgandan keyin sichqon 5-6 ta o'rtoqlarini yig'ib, o'rmondagi hayvonlarni yig'ib, yuringlar bir sherni yo'qlab kelamiz dedi. Va sherni yoniga kelishibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, sher o'lib yotgan ekan. Qissadan qissa nima demoqchiman? Qissadan qissa bu sher sizsiz. Bu sher sizsiz. Sichqon esa bu miyangizdagi g'am tashvishlar, o'ylar. Shuning uchun g'am tashvishga berilmang, hech o'ylanmang. O'y tashvishlar sizni adoyi tamom qilishi mumkin.